Raqobat va sadoqat. Jiyan qizim bilan suhbat. Savol. Oliy maktab kirganimga 2 yil bo'lib qoldi. Raqobatlashib o'rganish orqali 2 qatim birinchi darajalik mukofot oldim. Buning uchun obdalla mamnunman. Biroq shu sababdan kundalik munosabat so'rinida 2 yaxshi do'stimdan yiroqlashib ketdim. Buningga to'liq o'kinaman. Sizningcha do'stlik bilan raqobat mushundaq ta'tir tanasib narsamiz edi? Javob. Haqiqatanmi nozik bir masalani so'rading qizim. Har holda o'z tushanchamni deb baqay, mulohiza qilib ko'rarsan. Söz ma'nisidan va nazariya jihatdan elib aytganda, raqobat demak beslashish demakdir. Raqobatda beslashish bo'ladi, raqiblashish bo'ladi, ammo dushmanlashish bo'lmaydi. Chunki raqib, ya'ni raqobatlashuvchi beslashuvchidirki, hargizmi dushmanlashuvchi dushman emasdir. Do'stlik bilan raqobat aslidan bir-biriga ta'tir tanasib keladigan shaylar emas. Shunga raqobat do'stona sadoqatni buzmasligi, raqiblashish, beslash kishilarni, raqiblarni dushmanlashishga ilib bormasligi, dushmanlarga aylantirib kerak. Yana desak, raqobatlashish degan mayli jamiyat uchun va mayli shaxs uchun elib aytganda bo'lsin, o'xshashla taraqqiyotni ilgari suradigan, olg'a besishga, ro'naq tepishga turtki bo'ladigan yaxshi faoliyat. Raqobat eni, beslashish tuyg'usi insondagi tug'ma ong, tabiiy qobiliyat desimi bo'ladi. Yaxshi yegan odamni ko'rgan insonning uning o'xshash yaxshi yegisi, yaxshi kiyganni ko'rganning o'xshashla yaxshi kiygisi keladi. Yaxshi yeyish va yaxshi kiyish istigida mazkur yaxshi yegichi va yaxshi kiygichining qilganlarini o'rnak qilib, ish harakatda uni do'raydi, uning bilan beslashadi. Demakki, raqobat har qanday bir inson uchun elib aytganda normal va zarur bir faoliyat. Ilmiylik prinsipi ve medeniylik ölçüsü bo'yicha aytganda, mushundaq normal bir faoliyatni oxirida jazman dushmanlashga ilib boradigan nokaslik qilib qo'yishning hech bir zakon asosi yo'qdir. Ammo sadoqat, do'stlik deganimiz dillarning suv ichishini ko'zlaydigan ko'ngil suygisi bo'lib, u shaxsiyatsizlikni talab qiladi. Raqobat bo'lsa muayyan manfaat istikidagi faoliyat bo'lish sifati bilan aniq qaratmalikqa bo'lgan holdagi shaxsiyatchilikni talab qiladi. Shunga raqobat maydonidagi do'stlar shaxsiy iqtidorni ifodalash yuzasidan ko'ngil ayashni bir taraf qayrib qo'yishi, o'zlaridan kelsin deb yo'l qo'ya olmay qilishi tabiiy bir ahvolki, buni faqat ilm bilan to'yingan mardoni ko'ngillarla obdan tushunadi ve o'zaro kechirim qila oladi. Agar kechirim qilolmagan ahvolda arada bir sovuq parda, yiqimsiz havo paydo bo'lib qilishi tabiiydirki, buni bakmo normalsizlik deyishga bo'lmaydi meningcha. Savol. Bu nima deganimiz? Raqobatda qutish uchun, yengib chiqish uchun shaxsiyatchilik qilsak yo'lliq ish qilgan bo'lamdiq acaba? Javob. Shundaq. Meselenin nazik yerimi dal muş yerde kızım. Şahsiyetçilik kılmasa, özünün yengip çıkışını közlemese, raqobat qutqilib olmaydı. Raqibni besib tushkilib olmaydı. Ammo bu yerdagi shaxsiyatchilik qilish, bu yerdagi raqiblashish, samimiy yuraklarning adolat ustiga qurilgan xolis muhitdagi adil ilishishi bo'lishi kerakki, hargizmi chidamaslik qilib, har qanday amal bilan bo'lmasin, qarshi tarafning ma'naviyatini zaxmlantirish va jismoniyatini yo'qotishni maqsad qiladigan dushmanlik bo'lib qolmasligi lozim. Savol.
undaq bo'lsa, zodi qandaq qilganda raqobatda do'stlikni go'zalcha saqlab qolg'ili bo'ladi? Javob: raqobatda do'stlikni, sadoqatni saqlab qolishning birla amali bor. U bo'lsa-mu raqobatning odilligiga kafolatlik qilishdan iboratdirki, bu eg'izda demak bo'limi oson, ammo amaliyat orqali qilib ko'rsatmak basi mushkul bir ishdir. Shundaq, bu olam oldi bilan raqobat olami, kelish olami va emgak qilish olamidirki, bu dunyo hayotining har qaysi sohalarida hamma inson, shu qatorda urug' tuqqanlarmi, do'st birodarlarmi, istar istamas ongli ongsiz holda raqobatlashib qoladi. Bundaqcha qilib aytganda, dunyo yashomi jarayonida insonlarning bir-birisi bilan raqobatlashishi tabiiy bir hol ekanligi aniq. Ammo kishilik raqobat maydonining insonlarni shaxsiy iqtidorni namoyon qilishga, muayyan maqsad va manzil bo'yicha bir-birisini besib tushishga, yengishga rag'batlantiradigan faoliyat maydoni bo'lish aloyidligi bilan uning do'stlik, sadoqat ko'rsatish so'rindan farqlanadiganligimi amaliyat. Mundaqcha qilib aytganda, do'stan sadoqat bo'lsa, bir-birini suyish istikidagi ko'ngil bilan ifodalanadigan insoniy yaqinchilikki, uningni gavdalandigini do'stlik yuzasidan o'zaro yo'l qo'yish, o'ng'aylik va qulaylikni o'zaro o'tinib berish, ruhiy arom va ma'naviy rohatdir. Ammo raqobat bo'lsa, amaliy emgak orqali ifodalanadigan baslashishki, uningni gavdalandigini muayyan shay'iga bo'lgan ig'dorchilikni talashish va shaxsiy iqtidorni namoyon qilish yuzasidan bo'ladigan jiddiyatdir. Buningdan chiqdiki, muayyan bir shay'ini talashish bo'lib ifodalanadigan raqobat bilan o'zaro suyish bo'lib gavdalanadigan sadoqatning farqini bilish, ular ifodalaydigan reallikni e'tirof qilish va ularni to'g'ri tushunish zamonimizdagi insonlarning odamiylik va madaniylik saviyasini o'lchaydigan muhim bir o'lchakdir. Halbuki shundaq do'stlik so'rinda ulfatlashib do'st bo'la oladigan, raqobat so'rinda bo'lsa baslashib uta oladigan bo'lishni kishilik hayotdagi bir normal ahvol ko'radigan madaniy ongga sahib bo'lgan chig'imizda ondan raqobatga xuddi sadoqatga muomala qilgandek qizg'in muomala qila olamiz va raqobat maydonidan xuddi sadoqat so'rindan chiqqandekla rohat chiqa olamiz. Mundaq qilib aytganda, biz faqat raqobatlashishning dushmanlashish emas, balki adil baslashish ekanligini nazariya va amaliyat jihatdan yaxshi tunib yetgan vaqtimizda ondan raqobatlashish jarayonidagi shaxsiyatchilikning zarur ekanligini ilmiy tushuncha asosida bilib yetalamizda, bu holda shaxsiy iqtidorni ifodalash zaruriyatidan qilinayotgan shaxsiyatchilikni xususiy husumat yuzasidan qilinadigan dushmanlikdan farqlantiramiz. Faqat mana shu chaqdala raqobatda yengilib qolsaqmi ko'nglimiz yerim bo'lmaydi. Bizni yengib olgan do'stimizdan behuda og'rinib yurmaydigan bo'lamiz. O'xshashla ilmiy raqobatda odil raqobatlashib qutib olganligimiz yuzasidan asliga yaqin do'stimizning salqin va yaqimsiz muomalasiga duchor bo'lib qolsaqmi, ko'nglimiz qarzdorlik, yuz kelolmaslik his qilib bearam bo'lmaydigan bo'ladi albatta. Qisqasi, adil raqobat bilan do'stona sadoqatni kishilik hayotdagi bir-birini mustasno qiladigan shaylar emas, aksicha jamiyat va cho'ng kichik jamoatchilik turmushidagi bir-birini qo'llaydigan ikki qo'l, bir-biriga kuch ato qiladigan ikki qanot desam bo'ladi. Chunki adil raqobat bo'lmasa, kishilik hayotda taraqqiyot, ilgirlash, olg'a besish bo'lmaydi. Do'stona sadoqat bo'lmasa, insoniy turmushda ta'm, lazzat bo'lmaydi. Eng muhimi, adil raqobat bilan do'stona sadoqatning adabki mizoni o'xshash bo'lib, ich desak, ularning har ikkilisi hamyonni emas, balki vijdon bilan iymonni manba qiladi. Shunga kishilik hayotdagi oxirgi g'oliblar o'sha raqobat bilan sadoqatni
madaniyat engi tarazisi bilan adil o'lchab, ilmiy ravishda to'g'ri toniy olgan va o'zaro moslashtira olgan imonliq insonlar bo'lishida hech shak va shubha yo'qdir. 2007 yil 2 dekabr Beijing